O'zbekistonda iyul oyi ham boshlandi. Iyul oyining pensiyasini 7% ga oshirilgan tarzda qaysi fuqarolarimiz olishdi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, 2026-yil iyul oyida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz plastik shaklida oluvchilarga mablag'lar to'liq 100%, 7% ga oshirilgan tarzda moliyalashtirildi. Pensiya jamg'armasi tomonidan joriy yilning iyul oyi to'lov ro'yxatiga kiritilgan 4,3 million nafar pensiya oluvchilar uchun talab etilgan mablag'lar tijorat banklariga moliyalashtirib berildi. O'z navbatida pensiya to'lovlarini naqd pulsiz shaklda oluvchi 3,9 million nafar yoki pensiya oluvchilarning jami 90% fuqarolarning bank plastik kartalariga mablag'lar to'liq yuklab berilishi ta'minlandi. Amaldagi qonunchilik talablariga muvofiq pensiya pullarini naqd shaklda oluvchi fuqarolarga pullari 4-iyuldan 27-iyul sanalari oralig'ida 7% ga oshirilgan tarzda pensiya jamg'armasining sayyor kassalari tomonidan mahallaga yetkazib berilishi ta'minlanadi. Video rolik ostiga like bosib, videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.